Assalomu alaykum. Siz sevarlar. Mana biz Namangan gullar festivaliga gul ko'rgani keldik. Alvon rangli gullar ko'rib ko'zlaringiz ko'rmasin. Lola tugashi bilan bu boshlaydi-da. Yerdagi lolalar tugaydi, bu shoxlab ochiladi. Mana shoxlab ketadi katta. Mana daraxt qanaqa bo'lsa ko'rinishi Bo'yi katta ketadi, 1 metrgacha. agar qalinroq daraxt qo'ysangiz bo'lmaydi. Mana glaksiniyalar nech puldan? 20 ming. Yaxshi. Ana shu glaksiniyadan oling, opa. Qani? Mana buni ola. Qasnita. To'xtamay ochiladi. Oho, chiroyli. 65 ming. Kichigi qolmadida yo'q, kichigi yo'q. Chiroyli lili. 65 ming. 80 ga beraman. Nech pulmi? So'ramadimmi? 65 ming. Lili bor. Kameliyalar. Mana gipastrum rosa chiroyli ochilibdi, kichkina. Chiroyli manzara. Shoh qilib ekan. Gullar. Namangan gullar festivaliga borib 4 dona gul olib keldim. Mana bu inatera guli. Andijonga yetib kelguncha bu gullari urinib ketdi. Lekin ko'chat yaxshi holatda. Endi ikamiz ertaga. Mana bu krupnolistniy gortenziya ko'chati. Buni ham boshqa tuvakka o'tkazamiz. Juda chiroyli shoxlagan holatda ekan. Mana bu o'zimni krupnolistniy gortenziyam prishibga qilib qo'yilgan. Hali yonlaridan shoxlar chiqarishni boshlamadi. Ko'ramiz. Qani. Mana marinchalarimiz ham o'syapti. Mana bu gvazdikalar. Olish niyatim yo'q edi. Skikka qilib berib yubordi. Oling deb yosh kattaroqi olib qo'ydim. Menda yo'q ranglaridan ekan. Ularni ham yerga ekamiz, parvarish qilamiz. Xudo xolisa o'zimizni gvazdikalarimizdagi chiroyli bo'lib, kulkirab o'sib ketsin. Shunaqa kechki paytda mana yana огородda endi gullarni sug'orish kerak. Gullar
Yashnab turibdi. Chiroyli ko'z demagur. Leliyalarim ham ochilay deb qoldi. Mana g'unchalari ko'pginasi bu mahroviy leliya. Rangini bilmayman. Ikkitasi mahroviy deb olganman. Mana ular bir qavatlik. Buni ham rangini bilmayman. Shunaqa gullarimiz kechki salqinda yashnab turishibdi. Ramashqa ham juda chiroyli gul, yaxshi ko'raman. Beozor. Ancha-munchaga o'lmaydi, qurib qolmaydi. Parvarishi juda oson. Suvni ham juda ko'p ichmaydi. Joy tanlamaydi, tuproq tanlamaydi. Quyoshli joyda lekin rosa chiroyli bo'lib gulkirab o'sadi. Mana va gazaniya gullarimiz bo'lsa, faqat quyoshda yaxshi ko'radi. Suvni ham o'rtacha. Soya joyga yo yarim soya joyga ekib qo'yilsa, judayam kam gullaydi. Lekin quyosh tikka tushadigan joyda bunaqa gulkirab varaqlab ketadi. Mana bu sedum gulimiz ham ko'proq quyoshda yaxshi ko'rar ekan. Bizniki yarim soya joyda, shuning uchun hali gullamadi ham. Gullar ham ajoyib tabiatlik. Ba'zilar quyoshni yaxshi ko'radi, ba'zilar soyani. Gortenziya gullari mana soyani yaxshi ko'rar ekan. Yorug', lekin tikka quyosh tushmaydigan joylarga. Lavanda gulimiz bo'lsa, tikka quyosh tushadigan joylarda juda yaxshi rivojlanib, chiroyli bo'lib ketadi. Atir gullarimizga ham yarim soyada ham bo'laveradi atir gullarimiz, mini rozalar. O'ta oftob joyda gullari juda tez qurib qolar ekan, rangi kuyib ketar ekan. Och rangi xunuk bo'lib ketar ekan, lekin yarim soya joylarda ranglari sochniy bo'lib turar ekan, ancha paytgacha chiroyli bo'lib. Mana bu Rudbeka gulimiz quyoshda yaxshi o'sar ekan, lekin namlikni yaxshi ko'rar ekan. Rayhonlarimiz qanaqa sharoitga bersak, shuni qabul qilishaveradi. Beozor, o'zimizni ajoyib dori bor o'simliklarimizdan-da. Mana bu xo'sta gullarimiz ham soya joyda, yarim soyada, soyada juda chiroyli o'sar ekan. Labr daraxtimiz ham yarim soya joylarda xush ko'rar ekan, namlikni me'yorida. Shunaqa gaplar.